birinchi navbatda o'zimni olib qaralsa ham o'sha o'zimni kasbim yuzasidan dunyodagi eng yetakchi o'yinchilarga qarshi o'ynash nasib qildi va ularga qarshi o'ynadik. Ko'p tajribalar oldik deb o'ylayman. Butun jahon chempionatining darajasi boshqasini birinchi marta his qilib turibmiz. Juda ham bir ta'riflashga keladigan bo'lsak, juda katta iliq taassurotlar qoldiryapti. To'g'ri, natijalarimiz biroz o'zimizni ham, muxlislarimizni ham qoniqtirmayotgan bo'lsa ham, o'sha jamoadoshlarim aytib o'tgandek, bizga bu jahon chempionati kelajakda bo'ladigan o'zimizni qit'amizdagi turnirlar va jahon darajasidagi bo'ladigan shunaqa turnirlarga juda ham katta maktab, juda ham katta tajriba bo'lyapti deb o'ylayman. Biz bilan kelgan yosh ukalarimiz ayniqsa o'zlari shu narsani ham ko'rib, ham shu jarayonni ichida his qilib qilishyapti. Ular uchun ham juda ham katta foyda bo'ladi deb o'ylayman. Biz o'yinlarimizni deyarli o'sha har bir turni so'ngida o'tkazayotganimiz uchun biz o'yinimiz o'tadigan kungacha ko'p narsalar oydinlashadi. Lekin hozirgi holatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu imkoniyatdan o'sha oz bo'lsa-da qolgan imkoniyatimizdan butun jamoamiz bilan maksimalli shu imkoniyatdan foydalanishga harakat qilamiz. Va albatta keyingi bosqichga chiqsak, bu o'ylaymanki butun jamoamizga ham, butun xalqimizga ham yaxshi bo'ladi, xursandchilik bo'ladi deb o'ylayman. Biz albatta xohlaymiz, hozir ham imkoniyatimiz bor. Muxlislarimiz mana biz jahon chempionati, shu jahon yulduzlariga qarshi o'yinlarimizni ko'rishyapti, xursand bo'lishyapti. Albatta ozgina ranjitadigan holatlar ham yo'q emas. Lekin shu umid qilardimki, shu guruhdan chiqib yana ham yaxshi xotiralar qolishini istardim. O'sha jahon chempionatidagi mana birinchi dastlabki misol gollarimizni urdik va oxirgi turda umid qilamanki, jahon chempionatidagi o'zimizga eng kerak bo'lgan ochkolarni ham olamiz. Yurtimizni, vatanimni butun dunyo yanada taniyapti, yanada muxlislari ortyapti deb o'ylayman, chunki shu voqelik ichida yurgan bir shaxs sifatida aytishim mumkin. Mana Meksikaga bordik, Amerikani, shuncha shtatlarga borib kelyapmiz. Shu muxlislar O'zbekiston haqida yana ham ko'proq ma'lumotlar olib, yana ham ko'proq bilishayotganidan men to'g'risi juda ham xursand bo'laman va faxrlanyapman. Hozir bizda ham va o'sha Kongo davlatida ham imkoniyatlar saqlanib qolgandan ikkala jamoa ham bundan foydalanishga maksimalli harakat qiladi. Kim shu o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, ham ruhan ham jismonan yaxshi holatda kelsa, shu o'ylagan maqsadiga erishadi deb o'ylayman va biz ham buning uchun shu borimizni berishga tayyormiz va harakat qilamiz. Biz uchun misol juda ham ko'p o'yinchilar uchun karyerasidagi eng yaxshi esda qolarli o'yinlardan biri mana o'tgan o'yin, misol uchun Portugaliya bilan o'sha yulduzlarga qarshi bo'lgan uchrashuvda bo'lsa, endi Kongo bilan o'sha karyeramizdagi deydimi, eng oxirgi o'yinga chiqayotgandek tayyorgarlik ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman. O'yinni rezultati keyin o'yindan so'ng baribir umid qilamanki, biz xohlagandek bo'ladi.